Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli O'zbekiston ahli. Mana kechagi kelgan partiyamiz. Xo'p, 2026-yil 30-aprel haftaning payshanba kuni bugun obzor bo'lyapti. Sherzod akamning fermasidan kecha kelgan partiya bular shved paroda. Ko'rishingiz mumkin. Kecha kelgan 40 ta kelgan 40 tani ichida 2 ta buqa kelgan, mana shved. Haqiqiy tozalari kelgan. Joning sog' bo'linglar. Hozir bitta ko'rsatib ketaveraman yurtdoshlar. G'unojinlari tozalari kelgan, originallari, kimga sifatli mollar kerak bo'lsa mana hozir ko'rsatib boshlaymiz yurtdoshlar. Xo'p, yurtdoshlar tomosha qilishingiz mumkin. Narxlarni arzon qilib chiqazib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bittadan like, podpiska bosib qo'yinglar yurtdoshlar. Kanalimiz yangi, Chorvachi brat kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar yurtdoshlar. Bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, Chorva House Odilaka yuritadi. 50% qochgan bularni, 50%. Hozir qisqa videolarga yuklab tashlab ketyapman. Qisqa videolarda tashlayapmiz, katta videoga olishga uspet qilmayapman. Nimaga? Chunki hali kanalimiz yangi yurtdoshlar. O'shaning uchun kanalimiz rivoji bo'lishi uchun like, podpiska bosib qo'yinglar. Yangiliklarni birinchi bo'lib bizda ko'rasizlar. Kelgan mollarni birinchi bo'lib bizda ko'rasizlar yurtdoshlar mana. Sifatiga allohidaman. Nima deyapti bular? Ha, joningda. Bu yerda mol ko'p, 40 bosh kelgan. Vaqt bo'lmayapti, o'shaning uchun ko'rinmay, qorong'i ham tushib qo'yibdi. Odilakam o'zlari videoga olib chiqazib ketdilar boya. Mana ko'ringlar. Sifati zo'r, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Chorvachi brat kanaliga a'zo bo'lib qo'yinglar. Yangiliklarni birinchi bo'lib bizda ko'rasizlar yurtdoshlar mana. Manaki, va joningdan. Mana shular tug'adi, mana shular. Tug'adi, xudo xolasa 20 kun, 1 oy ichida tug'adi. Narxi qiziq bo'lsa kommentariy yozinglar yurtdoshlar, narxi qiziq bo'lsa. Narxlari arzon chiqqan vobshe. Yurtdoshlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.